İyi. Gidip yapamız bize nana. Ha, bizde juda boshqacharoq yopadi-da hozir. O'shanga aytmoqchiman. Bu qanday qana yopilsa bo'lar ekan demoqchi edim-da. Ha. Onavlarni ham alohida qilib. Bu nonni hammasini sabatga solib chiqishib oladi atrofiga. Qo'yishib olib keyin yopishadi. Ha, sizda unaqa materialga o'rab chiqiladigan bir ustun qilib. Ha, unisi kattagina. Sizde kim yapıladı? Bize köp yapamız axı. Nondiya? Ha. Ana, sani köp buladı bize de. Ona qo'yib chiqilsam. Chekishga ham keyin urularga. O birula chekib oladi ustidan. Uyda o'zida o'tirgan joydan. Tayyor qilib keyin nonlari kichikroq, domboq qilishadi-da. Ha, sizda kattaroq, eng yuqori yupqa bo'lyapti. Tezroq pishsa ham kerak-ku. Yupqa qilamiz size. Ha. Unaqa non yemaydilar deyishyapti? Nimaga? Bizde yupqa non yeyishadi. Ha, yupqa non. Ha, bizda qalin non yeyishadi-da.